Beni yaradan seni diyen şair. Beni yaradan seni diyen şair. Татарстанның халық артисті Вадим Захаров. Rahmet olsun. Hani bari çözürekine aytıp kendisine gelmemle alkışlar astına oturma ittirip. Şimdi ben de insanlar şimdi sizin bilen hayırlı iş giysen misiniz hürmetli Jarman suyucular? Nişi halleri geçsin. Eyvallah Allah'a şükür. Ben her vakit şulay olsun, her vakit keyifler ko'tarinki olsun, hürmetli dostlar. Ben siz o'ylab o'tirasizlar endi. Vadim Zakharov konsertiga kelgan edikda, bunda bir yigit chiqdi da bizning hallarni so'ragan bo'lar. Kim so'ng bu vobshe deb o'ylab o'tirasizlar deyman. Mana shunga ko'ra o'zim bilan qisqachagina tanishtirayman. Ismim Boybulat bo'lar. O'zim Qozondan, если что, uylanmagan. Rahmat. Zo'r rahmat. Endi mana darsini aytganda Vadimning konsertining shu ulushida mana o'zi kirib ketgach, bu sahna bo'sh turmasin uchungina bir kishi olirga bo'lganlar bular. Birozgina qilib siylab turga, vaqt uzirga, shunga kasting uzdirganlar edi. Bu kastingga keldim men de bu alejey kunlarida bo'lgan vaqt, shu kastingda yolg'ishmasa bir 15-20 yigit kelgan edik biz anda. Imina ne uchundir u qolganlar butunisi u yigitlar ne standart deb aytamiz endi yobiq, nazik, uzun, biyiq, allanidi bular kiralarda shu kasting eshigini bularni birolarda chiqarib jibaradilar, bular kiralarda bularni chiqarib jibaradilar. Mana men nima aldashmisha aytam, shunday aytam, mana qo'lni ko'kragimga qo'yib aytam, bu sagadan otlab qana kirgan edim shu gavdan bilan. Siylatib turmadilar, siraz oldilar.